hamyurtlarimiz orasida prostata muammolaridan aziyat chekayotgan kishilar uchun faqat va'da emas, aniq natija beradigan, shuningdek, prostata muammolariga 100% yechim bo'la oladigan Prostamix mahsulotini tavsiya etamiz. Prostata shamollashi, prostata bezi yallig'lanishi, peshobga tez-tez qatnash, achishish, ikkilamchi bepushtlik, jinsiy zaiflik kabi muammolarni endilikda siz bu sohada uzoq yillik tajribaga va 200 mingdan ortiq mijoz ishonchiga ega bo'lgan turkiyalik mutaxassis Yunus Tur bilan hal qilishingiz mumkin. Buning uchun esa siz 55 kodi bilan 503 2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Pasxa munosabati bilan o't ochishni to'xtatishni e'lon qildi. Kreml rasmiy saytining ma'lumotiga ko'ra, o't ochishni to'xtatish rejimi 11-aprel kuni Moskva vaqti bilan soat 16:00 dan boshlanib, 12-aprel kuni oxirigacha davom etadi. Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov va bosh shtab rahbari Valeriy Gerasimovga shu muddatda harbiy harakatlarni to'xtatish bo'yicha ko'rsatma berilgan. Kreml bayonotida Ukraina tomoni ham Rossiya Federatsiyasi namunasidan kelib chiqib shunday qadam qo'yadi deb hisoblaymiz deyilgan. 2025-yilda ham shunday pauza 19-21 aprel kunlari 3 kunga e'lon qilingan edi. O'shanda Putin qo'shinlar ehtimoliy kelishuv buzilishiga tayyor turishi kerakligini ta'kidlagan. Uni aytishicha, bugungacha Ukraina tomoni energetika infratuzilmasiga zarba bermaslik bo'yicha kelishuvni 100 martadan ortiq buzgan. Shu bilan birga 2025-yilda Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Ukraina qurolli kuchlari vaqtincha yarashuv davomida 444 marta artilleriya va minomyotlardan o'q uzib, 900 marta dronlar orqali zarba bergan. Shuningdek, Pasxa bayrami kunlari Bryansk viloyati, Kursk viloyati va Belgorod viloyati hududlari ham o'qqa tutilgan. Avvalgi Pasxa yarashuvlaridan bir necha soat oldin Rossiya va Ukraina o'zaro asir almashgan. Moskvaga 246 nafar harbiy qaytarilgan va o'z navbatida Kiyevga ham shuncha askar topshirilgan. Union agentligining axborotiga ko'ra, Vladimir Zelenskiy Rossiya tomonidan e'lon qilingan Pasxa yarashuviga javoban Ukrainani ko'zgulik qadamlarga tayyor ekanini bildirgan. Bu degani Kiyev ham Moskva kabi Pasxa kunlari o'q otishni to'xtatadi degan gapdir. Endi yaqin sharq xabarlariga to'xtalamiz, e'tiborli bo'ling. Tasnim agentligining axborot berishicha, Tehron Pokiston poytaxtidagi Qo'shma Shtatlar bilan muzokaralarni Isroil Livanga zarba berishni to'xtatmasa, boshlamasligi ham mumkin va Eron hukumatı 9-aprel kuni o'zining ushbu shartini rasman e'lon qilgan. Shundan keyin Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bayonot berib, Isroil hukumatiga Livan bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni boshlashni topshirganini e'lon qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, vazirlar mahkamasi yig'ilishida u qisqa muddat ichida Livan bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar jarayonini boshlashga buyruq bergan. Muzokaralarning asosiy maqsadlari Hizbullohni qurolsizlantirish va ikki davlat o'rtasida tinchlik o'rnatishdan iborat bo'ladi. Shu kuni Eron prezidenti Masud Pezeshkian Isroilni Livanga zarbalari o't ochishni to'xtatish kelishuvini buzishini ta'kidlagan. U bu holatni xavfli va kelishuvlarga sodiqlik yo'qligini belgisi deb atagan. Eslatib o'tamiz, 8-aprel kuni Benyamin Netanyahuning ofisi Amerika Qo'shma Shtatlar va Eron o'rtasidagi 2 haftalik yarashuvni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Biroq bu kelishuvni ular Livanga aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. Reuters agentligining ma'lumotiga ko'ra, Livan sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, hujumlar natijasida so'nggi o'rganish bo'yicha 303 nafar livanlik halok bo'lgan va jarohat olganlar soni 1150 nafarni tashkil qilgan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Isroil 9-aprel kuni Livanning Shmistar shahridagi qabristonga dafn marosimi paytida zarba bergan. Bu hujum natijasida esa dafn marosimiga to'plangan 11 nafar kishi qurbon bo'lgan, 20 nafari og'ir jarohat olgan. Endi NATO bosh kotibi Mark Ruttening Ormuz bo'g'ozi bilan bog'liq fikrlariga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. Wall Street Journal agentligining axborotiga ko'ra, Mark Rutte 9-aprel kuni Washingtonda Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump bilan uchrashgan va uchrashuvdan keyin tashkil qilingan matbuot anjumanida muxbirlarning savollariga javob bergan. Ruttening bildirishicha, Donald Trump Ormuz bo'g'ozi xavfsizligini ta'minlash uchun majburiyat olishni rejalashtirmoqda.
Bu degani Tramp bo'g'oz nazoratida Qo'shma Shtatlar ishtirokini ta'minlashni rejalashtirmoqda degan gapdir. Ha aytgancha, Ruttening ma'lum qilishicha, Ukraina masalasi ayni paytda NATOda kun tartibidan butunlay olib tashlangan. Ruttening izohlashicha, bunga Germaniya, Vengriya, Slovakiya va Amerika Qo'shma Shtatlarini Kiyevni NATOga a'zoligini qo'llab-quvvatlamasligi asosiy sabab qilib ko'rsatiladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.